بسم الله الرحمن الرحيم Eng şefkatlik, eng mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم Elif, Lam, Ra. Bu hikmetli kitap, yani Kur'an ayetleridir. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين İnsanların biriga, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge, insanlarını Allah'ın azabıdan agahlandırgan, müminlerge qilgan yaxshi amallar uchun Rabbinin dergahida yuqur o'ringa erishadiganligi bilan xush xabar bergin deb vahiy qilganligimizdan ular ajablanamdi. Kafirlar bu hakikaten aşkarı sehrigerdir dedi. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون Şübihisiz ki sizlerinin Rabbinla Allah'tır. O asmanlarını, zeminni 6 günde yarattı. Andın erş üstüde özüge layık ravişte karar aldı. Allah halayıkның işlerini öz hikmetige muvafık idare kılıp durdu. Kıyamet günü her qandaq şefaat kılgıcı aldı bilen Allah'ın iznini alıdı. Yani şu Allah sizlerinin Rabbinladır. Onunla ibadet kılınla. Vezi nasihat almam sizler. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون Kıyamet günü hemminla Allah'ın dergahı qaytısılar. Allah'ın vədisi haqdır. Şübhisiz ki məxluqatını dəsləbdə Allah yaratqan. Ularni halak qılğandan keyin kıyamet günü iman etqanlarni ve yaxshi amal qilganlarni adillik bilan mukofotlash uchun qayta terildirdi. Kafirlarning bo'lsa o'zlarining kufri tufaylidan do'zaxdagi ichimligi qattiq qaynagan suv bo'ladi. Hamda ular qattiq azobga duchor bo'ladi. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون Allah quyoshni nur chachqichi ve ayni nurlu kılıp yarattı. Yıllarının sanını ve vakitlarının hesabını bilişinler üçün ayga menzillerini yani burjlarını tayin kıldı. Allah ularını bekar yaratqını yok. Belki büyük hikmet ve zor menfaatler üçün yarattı. Allah ayetlerini, kudreti ilahini bildiğin ve onun hikmetini fikir kılıdığan kavim için tefsili bayan kılıdı.
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. Keçi bilen gündüzünün nöbetleşip duruşida Allah asmanda ve ziminde yaratkan şey ilede Allah'tan korkuduğun kavm için hakikaten Allah'ın barlığını ve birlikini gösterdiğin nurgun alametler var. İnnellezîne lâ yercûne liqâ'anâ ve radû bil hayâtid dunyâ ve طمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. Şübhisiz ki biz bilen mulakat bolışını ümit kılmaydıganlar, yani Allah'ka mulakat bolışını közlemeydiganlar, dünya terikçilikinden behremen boluş bilenler, razı bolganlar ve onun bilen aram tapganlar, bizning ayetlerimizden gafil bolganlar. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. En şulanın cayı kılmışları tüpeylden devzak boludu. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti yehdîhim rabbuhum biîmânihim. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. Şübhisiz ki iman etqanlar ve yaxşı əməllərini qıyğanlarını Rabbi ularning imani səbəbidən aslıdan östənlə eqib turduğan nazı nimetlik cennetlərə yetekləydi. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ularning cennetteki duası, ey Rabbimiz, biz seni pak deb etiqat qilamiz deyishdan iborat. Ularning cennette bir-biriga beradigan salami, ahli do'zax chekayotgan azobdan aman bo'lgaysizlar, ya'ni assalomu alaykum deyishdan iboratdir. Ularning duosining oxiri jami hamd sana olamlarning Rabbi Alloh xosdir deyishdan iboratdir. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Eğer Allah kişiler talep qilgan yamanlıqni ishqa oshirishga, ular talep qilgan yaxshilikni ishqa oshirishga aldırgandek aldırsa edi, ularning ajli cho'qim yetgan bo'ladi. Ya'ni halok bo'ladi. Biz bilan muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlarni gumrohlikda tingirqab yurishga qo'yib beramiz. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. İnsanga birer ziyan zahmet yetse, yatsıydı, oltursudu, tursudu, onu dab'i qilishimizni tilab bizga dua qiladi. Ularga yetgan ziyan zahmetni ko'tarib etsek, go'yo uni ko'tarib yetishimizni tilab bizga dua qilmagandek, yaman ishni yana davomlashtirdi. Adidan oshqichilarning qilmishlari ularga mushundaq chiroyli ko'rsatildi. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا
وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. Sizlerden ilgiriki ümmetler zulüm qıyganda, yani kafir bolganda, gumrahlıkta haddidin aşqanda, hakikaten ularni halak qıldık. Ularga peygamberleri roşen möcizlerini elip kelgen idi. Ular peygamberler elip kelgen möcizlerge iman keltirmedi. Günahkar kavmni şunun okşaş cezalaymiz. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Sizlerning qandaq qiladiganligingizni ko'rish uchun ulardan, ya'ni o'tgan ummatlarni halok qilgandan keyin ularning o'rniga sizlarni o'rinbosar qildik. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni qiyomatga iymon etmaydiganlar, buningdan boshqa bir Qur'onni keltirgan yoki uni o'zgartgan, ya'ni azobga doir oyatni rahmat oyatiga o'zgart, ilahlarimizni so'kkanning o'rniga madhila, haromni halol qil deydi. Men uni o'zimcha o'zgartalmayman. Men faqat manga qilingan vahiyga amal qilaman. Agar men Rabbimga osiylik qilsam, albatta buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunning azobidan qo'rqaman degan. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Agar Allah iroda qilsa, sizlarga uni, ya'ni Qur'onni tilovat qilmas edim. Allahmu uni men orqali sizlarga bildirmas edi. Aranglarda uningdan, ya'ni Qur'on nozil bo'lishdan ilgari uzun zaman turdim. Mo'jiza bo'lgan bu Qur'onning faqat Alloh tarafidan nozil bo'lganligini bilishga aqlinglarni ishlatmamsizlar degan. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. Allahqa yolg'onni chaplagan yoki Allohning oyatlarini inkor qilgan odamdinmi zolim odam bormi? Gunohkorlar hargiz baxtga erisholmaydi. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ular Allah'ını qo'yib, o'zlariga foyda ziyon yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Bular Allohning dargohida bizga shafaat qilguvchilar deyishidi. Acaba osmonlarda va zaminda bundaq narsa, ya'ni Allohning shiriki yoki shafaat qilguvchi bo'lib, uni Allah bilmay qilib, sizlar Allohga uni aytib beramsizlar? Allah
ularning şirk keltirgan narsalaridan pokdir va yuksakdir. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. İnsanlar aslida bir din, yani İslam dininde idi. Keyin ular ixtilof qilishdi. Yani dinlar köpeydi. İnsanlar but, taş, qabre, o't qatarlıq narsalarga cho'qinishdi. Rabbingning oldinala aytgan so'zi, yani oxirgi jazolashni qiyomatga qoldirishdan iborat taqdiri bo'lmasa edi, ularning ixtilof qilishgan narsalari ustida ularning orasida albatta hukm chiqariladi. Yani dinda ixtilof qilishganlari uchun ularga bu dunyoda jazo beriladi. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Ula yani ahli Mekke nimishqa onunğa yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge Rabbi tarafından biz talep kılgan mucizlerden bir mucize düşürülmedi deydi. Aytqin ki g'aybni bilish faqat Allohga xos. Mucizlarni Alloh keltirdi. Men faqat tabliq qilg'uchiman. Sizlar Allohning aramizda hukm chiqarishni kutinglar. Shubhisizki menmu sizlar bilan shuni kutkichilardanman. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. Kişilerning beshiga kelgan ziyon zahmatni ko'tarib o'tgandan keyin ularga rahmatimizni tetishsak, ular bizning oyatlarimiz ustida mikr ishlatishga, ya'ni inkor qilishga aldiraydi. Aytqinki, Alloh tadbir ishlatishda texmi tizdir. Shubhisizki bizning farishtalarimiz mikringlarni yezib turdi. Huvallazi yusayyirukum fil barri wal bahri حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Allah sizlarni quruqliqda, dengizda safar qildirdi. Sizlar o'ltirgan kema mayin shamolda mengayotgan va shu shamoldan ular xo'shallanayotgan chaqda birdanla bo'ron chiqib, ular taraf-tarafdan ko'tarilayotgan dengiz to'lqinlari ichida qoladi. Kemadagilar qo'rshivilinganligiga, ya'ni halok bo'ladiganligiga jazm qiladi. Cho'qinayotgan ma'budlarni tashlab qo'yib, "Ey Alloh, agar sen bizni buningdan, ya'ni balodan qutuldirsang, biz cho'qim shukr qilg'uchilardan bo'lamiz" deb chin ko'ngli bilan duo qiladi. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ
يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. Allah ularni u baladan qutqizgandan keyin ular yer yuzida yo'lsizlik bilan haddidan oshidi. Ey insonlar, haddidan oshganliklaring gunohi o'zinglarga bo'ladi. Sizlar bu dunyoning baqosi yo'q shahvatlaridan bahramand bo'lasizlar. Buning hasrati oxiratga qoladi. Ondan sizlar bizning dargohimizga qaytisizlar. Sizlarga qilmishinglarni xabar qilamiz. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Hayatı dünyanın misali tiz özgürüşüde, nimetlerinin bakasızlıkıda, kişilerinin onunla aldanışıda, biz asmandan düşürgen suğa, yani yağmurga okşaydı ki, onun bilen ziminin insanlar, hayvanlar yeydiğen türlük ösümlükleri ünüp çıkıp, bir-biri bilen girelişip ketken. Hatta zimin güzel tüskü kirgen, çıraylık yasangan, zimin egilleri onundan mol usul ilişki cezm kılıp turgan çağda, nagahan keçisi ya kündüzü onunla qadayimiz yetti de, ziraatlarni tünügün, yani ilgiri yok tek, bütünley orup taşlangandek kılıp ettik. Yani nabut kılıp yok kıldık. Fikir yürgüzüdüğün kavim için ayetlerini muşundak tefsili bayan kılımız. Vallahu yed'u ila daris selam. Vallahu yed'u ila daris selam ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Allah kişilerini aman cayga, yani cennetke davet kılıdı ve xalığan adamni doğru yolga başlaydı. لِلَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً لِلَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً لِلَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Yaxşı iş kılganlar cennetke ve Allah'ın cemalini görüşke nail boludu.
Ularning yuzlarini qoriliq va xorliq qoplamaydi. Ya'ni ularga g'am qayg'u va parishonlik yuzlanmaydi. Ana shular ahli jannat bo'lib, jannatda mangu qolg'uchilardir. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dünyada yaman işlarni qilg'uvchilar bir yomonlikni qilsa, qilgan yomonligiga o'xshash, ya'ni shuningga loyiq jazoga uchraydi. Ular xorliqqa duchor bo'ladi. Ularni Allohning azobidan qutuldiruvchi zodi bo'lmaydi. Ularning yuzlari go'yo qorong'u kechining podisi bilan o'ralgandek qorayib ketadi. Ular ahli devzaq bo'lib, devzaqda mangu qolg'uchilardir. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. Şu günde ularning hammasini, ya'ni barliq mu'minlarni, kofirlarni yig'imiz. Ondan mushriklarga: sizlar Allohga shirik keltirgan narsalarыңlar bilan billa o'rninglarda midirlamay turinglar deymiz. Ularning orasini ayiramiz. Ularning shirik keltirgan narsalari aytadi: sizlar bizga ibodat qilmagan edinglar, balki nafsi xohishinglarga ibodat qilgan edinglar. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. Sizlar bilan bizning oramizda guvoh bo'lishqa Alloh kifoyiki, sizlarning bizga cho'qinishinglardan biz g'ofil edik. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Bu çağda her odam ilgari qilgan amallari ustida sinaladi. Ya'ni yaxshimi, yomonmi uning natijasini ko'radi. Ular haqiqiy egisi Allohning dargohiga qaytariladi. Ularning shafaat qiladi deb da'vo qilgan narsalari ulardan o'zlarini chetga oladi. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklarga aytqin ki, sizlarga osmondan, zamindan kim rizq berdi? Sizlarning anglash va ko'rish qobiliyatinglarni kim boshqardi? Terik shaylarni o'lik shaylardan kim paydo qildi? O'lik shaylarni terik shaylardan kim paydo qildi? Xaloyiqning ishlarini kim idora qildi? Ular javoban Alloh deydi. Aytqin ki, Allohdan g'ayriga cho'qinish bilan Allohning azobidan qo'rqmamsizlar? فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.
yuqorqidek cho'ng ishlarni qilg'uchi sizlarning haqiqiy Rabbinglar ana shu Allohdir. Haqiqatdan qolsa ozg'unlikdan boshqa narsa mavjud emas. Nimishqa iymondan yuz o'rib ozg'unlikqa burilib ketsizlar. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Rabbingning Allohga itoat qilishdan bosh tortganlar to'g'risidagi hukmi haqliq bo'ldi. Ular Allohning birligiga, Rasulullohning payg'ambarligiga iymon etmaydi. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ularga aytqinki, sizlarning shirik keltirgan narsalaringlarning ichida mavjudatni yo'qlikdan bor qilib, andin yo'q qilib, andin uni asliga keltiraydiganlar bormi? Aytqinki, Alloh mavjudatni yo'qlikdan bor qilib, andin yo'q qilib, andin uni asliga keltiraydi. Nimishqa haqdan botil tarafga burilib ketsizlar? قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. Aytqinki, sizlarning shirik keltirgan narsalaringlarning orasida gumrohni haq yo'lga yetaklayoladiganlar bormi? Aytqinki, Alloh gumrohni haq yo'lga yetaklayoladi. Gumrohni haq yo'lga yetaklayoladigan zotga bo'ysunishga tegishlikmi yoki gumrohni haq yo'lga yetaklay faqat o'zi boshqalarning yetaklashiga muhtoj bo'lgan narsalarga bo'ysunishga tegishlikmi? Sizlarga nim bo'ldi? Nimishqa mundaq botil hukm chiqarsizlar? وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Ularning to'lisi faqat farazgila tayinidir. Faraz degan haqni isbotlashda haqiqatan hech narsaga yaramaydi. Shubhisizki Alloh ularning qilmishlarini obdan bilgichidir. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Bu Qur'onni birovning Allohga tuhmat qilishi aqlga sig'maydi. Chunki Qur'onni hech inson ijod qila olmaydi. Lekin Qur'on ilgari kelgan Tavrat, İncil qatorliq samoviy kitoblarni tasdiq qilg'uchidir. Alloh belgilagan ahkamlarni bayon qilg'uchidir. Uningda hech shak yo'qdir. U olamlarning Rabbi tarafidan nozil qilingandir. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Ular Qur'onni Muhammad o'zi to'qib chiqqan deyishamdi. Aytqinki, agar bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Allohdan boshqa yordamga chaqira oladigan kishinglarni chaqirib, Qur'onga o'xshash biror surani keltirib beqinglar.
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Undaq emas. Ular Qur'onning ma'nosini to'liq tushunmay va haqiqatiga texi aqli yetmay turib uni inkor qilishdi. Ulardan burun o'tgan ummatlarmi o'zlarining payg'ambarlarini mushularga o'xshash yolg'onga chiqargan edi. Zolimlarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarab boqqan. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. Ularning ichida Qur'onga iymon etadiganlar bor. İman etmaydiganlarmı bor. Rabbing buzg'unchilarni hammadan obdan biladi. وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. Eğer ular seni inkar qilishda chin tursa, mening amalim o'zim uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Mening amalimdan sizlar ado judosizlar, sizlarning qilmishinglardan menmu ado judaman. Ya'ni birovning qilgan gunohiga javobgar emas degan. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. Ularning ichida Qur'on o'qiganingda sana quloq soladiganlar bor. Sen gaslarga, ya'ni Allah anglash iqtidorini ilib tashlaganlarga ular hech narsani tushunmasimi anglata olamsan? وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ. Ularning ichida sana qaraydiganlar bor. Ya'ni payg'ambarlikingning aniq alomatlarini bayqaydiganlar bor. Lekin ular bayqaganlardan foydalanmaganliklari uchun ko'rdir. Haqiqatni ko'rolmasimi ko'rlarni hidoyat qila olamsan? إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Şübhisizki Allah insanlarga qilchi zulm qilmaydi. Lekin insonlar kufri va gunoh orqali o'zlariga o'zlari zulm qiladi. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Qiyomat kuni Allah ularni hisob olish uchun yig'idi. Ularga dunyoda turgan muddati kunduzda ozgina vaqt turgandek qisqa bilinadi. Ular o'zaro tanishidi. O'zlarining Allohga muloqot bo'lishini, ya'ni o'lgandan keyin terilishini inkor qilganlar cho'qim ziyon tortadi. Ular to'g'ri yo'l topmadi. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. Ularga biz va'da qilgan azobning bir qismini sana ko'rsatamiz. Ya'ni bu dunyoda sen hayot vaqtida ko'rsatamiz. Yoki uningdan ilgari seni qabzroq qilamiz. Ular bizning dargohimizga qaytadi. Mayli baldır bo'lsin, mayli kiyim bo'lsin, ularni cho'qim jazolaymiz. Ondan Allah ularning qilmishlariga guvoh bo'ladi. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ
فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. O'tgan ummatlarning har biriga payg'ambar avatilgan. Qiyomat kuni ularning payg'ambari kelganda, ularning orasida odillik bilan hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bizga aytib beringlarki, bu va'da qachon ishga oshiriladi deydi. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Aytqinki, Allah xohlamasala men o'zimdan ziyonni dafi qilishga, foyda qozonishga qodir emasman. Har ummatning halok bo'ladigan ma'lum vaqti bo'ladi. Shu vaqt yetib kelganda ular birdammi kechiktirilmaydi, birdammi ilgari surilmaydi. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. Aytqinki, aytinglarchu, agar Allohning azobi sizlarga kechisi yoki kunduzi kelsa, buningdan sizlarga nima foyda? Gunohkorlar, ya'ni mushriklar azobdan qaysi narsaga oldiraydi? أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. Allah'ның azabı yüz bergende ondan onunğa işendinglarmı? Emdi aytgan imaninglar faydasızdır. Onundan ilgiri mesxara qilish bilan azobning tezroq tushishini talab qilatdinglar. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. Ondan keyin o'zlariga zulm qilganlarga mangulik azobni tetinglar. Sizlarga faqat qilmishinglarning jazosi beriladi deyiladi. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. Ular senden u yani va'da qilingan azob o'lgandan keyin terilish rostmi deb so'raydi. Sen ha Rabbim bilan qasamki u albatta rostdir. Sizlar qichib qutulolmaysizlar degin. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. Agar har bir zulm qilgan odam, ya'ni kofir, yer yuzidagi hamma narsaga ega bo'ladigan bo'lsa, Allohning azobidan qutulish uchun albatta uning hammasini fidya qilib berib o'tadi. Ular azobni ko'rgan chaqda nadomatini yo'shirin tutadi. Ya'ni dunyodagi qilmishlariga ichida pushaymon qiladi. Ularning, ya'ni xaloyiqning orasida odillik bilan hukm chiqariladi. Ularga zulm qilinmaydi. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Rastla osmonlardagi va zimindagi barliq narsalar Allohning mulkidir. Rastla Allohning va'dasi haqdir. Lekin ular, ya'ni insonlarning to'lisi buni bilmaydi.
هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. Allah ölükni terildirdi, terikni öldürdü. Sizler Allah'ın dergahıga qaytısılar. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Ey insanlar! Sizlerge Rabbinla terbidin nasihat boğan, dillardaki dertke yani şek ve nadanlıkka şifa boğan, müminlerge hidayet ve rahmet boğan Kur'an keldi. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Eytkin ki, ula Allah'ın fazli ve rahmetidin hoşal bolsun. Bu, ulanın yıkkanlarıdın, yani dünya mallarıdın yaxşıdır. قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ. Eytkin ki, eytip beqinglarçu, sizlerge Allah düşürgen rızıktan ba'zisini haram, ba'zisini halal qildinglar. Allah sizlerge mundaq qilishqa izni berdimi yoki Allah'ga yolg'onni chaplamsizlar? وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Allah'ga yolg'onni chaplaydiganlar qiyomat kuni qandoq o'ylaydi? Ya'ni jazoga tortilmaymiz deb o'ylamdi. Şübhisizki Allah insonlarga marhamatlikdir. Chunki ularga bo'ladigan azobni kechiktirdi. Lekin kishilarning to'lisi Allohning ne'matlariga shukr qilmaydi. وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Sen qaysi halatda bo'lmagan, Qur'ondan qaysi narsani o'qimagan, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni kuzatib turamiz. Osmon zimindagi zarra chaqliq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi lavhil mahfuzda xotirlangandir. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Berhaqki Allah'ның dostlarına qorquş, qayg'urish yo'qdir. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ular iman etgan ve taqvodorlik qilganlardir. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله
ذلك هو الفوز العظيم. Ulağa dünya ve ahirette hoş haber verildi. Yani dünyada can üzüş vaxtida Allah'ın razılığı ve rahmetiga erişidiganlığı bilen, ahirette nazu nimetlik cennetke kirdiganlığı bilen hoş haber verildi. Allah va'dasi xilaflik qilmaydi. Ani şu katta baxtdir. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulanın sana sen peygamber emessen degan sözü seni kaygıga salmasın. Bütün güç kuvvet Allah'a mensup. Allah sana medetkardır. Allah hemmini anlap turgucudur, hemmini bilip turgucudur. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. Rastla asmanlardaki ve zimindeki hemme nerse Allah'nındır. Yani Allah'ın mülküdür, bendisidir, mahlukatıdır. Allah'ını koyup başka nesillege çokunuduğanla fakat yok olan perezgili tayinidir. Ula fakat cöylüydü. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. Ey insanlar! Aram ilişinler için Allah sizlerge keçini yarattı. Nesillerini körüşünler için kündüzni yarattı. İbret kuluqı bilen anlaydıgan kavm için bunundan nurgun alametler var. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. Ula yeni kafirla Allah'ın balısı var deyişti. Allah bunundan paktır, bir hacettir. Yani balı kılıviliş ihtiyaç üçün boludu. Allah bolsa hiç nersigi muhtaç emestir. Asmanlardaki, zimindeki hemme nerse Allah'nındır. Allah'ın balısı var degen bu sözünlağa hiç kandak pakitinla yok. Sile bilmeydiğin işlerini yalgandın Allah'a çaplam sile. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eytkin ki Allah'a yalganını çaplaydıganla hakikaten devzek azabıdan kutulalmaydı. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Ula bu dünyadan azgınılı vaxtla bəhrəmən boludu. Andın ula hesap veriş üçün bizning dergahimizga qaytıdı. Andın kafir bolğanlıqları səbəbidən ulağa qattiq azabını tetitimiz. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. Ulağa
Nuh'ning qissasini tilovat qilib bergin. O'z vaqtida Nuh qavmiga: "Ey qavmim, agar sizlarga mening ichinglarda turishim va sizlarni Allohning oyatlari bilan qo'rqitishim ig'ir kelgan bo'lsa, men Allohga tavakkul qildim. Ya'ni Allohga yo'landim, sizlarga parvo qilmayman. Sizlar sheriklaringlar bilan birlikda meni qasdlaydigan ishlaringlarni qaror qilaveringlar. İşinglar sizlarga yo'shirin bo'lib qolmasin. Ya'ni meni qasdlaydigan ishinglar oshkor bo'lsin. Ondan meni birdammi kechiktirmay, mening haqqimda xolig'ininglarni ijro qilaveringlar. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Agar sizlar mening nasihatimdan yuz o'risanglar, sizlardan yuz o'rishinglarga sababchi bo'ladigan haq so'rg'inim yo'q. Men ajrimni faqat Allohdan so'rayman. Men Allohga bo'ysunquvchilardan bo'lishga buyurildim, dedi. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. Lekin ular Nuhni inkar qildi. Uni va uning bilan kiyimida billa bo'g'uchilarni, mu'minlarni qutqizdik. Ularni, ya'ni biz qutqizgan kishilarni g'arq bo'lganlarga o'rin basarlar qildik. Bizning mo'jizalarimizni inkor qilganlarni to'fon balasi bilan g'arq qildik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ogohlantiruvchilar, ya'ni payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qanday bo'lganligi qarag'in. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. Nuh'dan keyin nurg'un payg'ambarlarni o'zlarining qavmiga avatdiq. Ular ro'shan mo'jizalar bilan keldi. Ular, ya'ni payg'ambarlar kelishdan ilgari inkor qilishgan narsaga iymon etishmadi. Kufrda haddidan oshquchilarning dillarini ashundoq pechatlaymiz. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Ulardan keyin Musa bilan Harunni Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga nurg'un mo'jizalar bilan avatdiq. Ular iymon etishdan bo'yintovliq qildi. Ular gunohkor qavm edi. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. Ularga biz tarafdan haqiqat nozil bo'lgan chaqda, ular bu haqiqatan ro'shan sehrdir, dedi. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. Musa, sizlarga haqiqat kelsa uni sehr demsizlar? Acaba bu sehrmi? Sehrgarlar muvaffaqiyat qozonolmaydi, dedi. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا
وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. Ular sen bizni ata-bobolarımızın dininden vaz keçiriş ve zimin yani Mısır zimininin saltanatini ikkinlarning qilib olish uchun keldingmi? Biz ikkinlarga iymon etmaymiz dedi. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. Fir'aun mening oldimga barliq usta sehrgarlarni elib kelinglar dedi. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Sehrgarlar yetib kelganda Musa ularga arg'amcha va hosillaringlardan tashlamoqchi bo'lganinglarni tashlanglar dedi. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. Ular tashlaganda Musa sizlarning ko'rsatganinglar sehrdir. Allah cho'qim uni barbod qiladi. Allah buzg'unchilarning ishini albatta tuzmaydi dedi. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Gunohkorlar yoqtirmagan taqdirdimi Allah pakitlar orqali haqiqatni isbotlaydi. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. Musa'ga faqat öz qavmidan, ya'ni Bani İsrail avlodidan ozg'inisi Fir'aun va uning qavmining cho'nglarining ziyonkashlik qilishidan qo'rqqan holda iymon etdi. Fir'aun zaminda, ya'ni Misr zaminda shak shubhisiz mutakabbirdir. U albatta haddidan oshquchilardandir. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Musa, ey qavmim, agar Allohga iymon etgan bo'lsanglar, Allohga bo'ysungan bo'lsanglar, uningga tavakkul qilinglar. Ya'ni hamma ishinglarni Allohga topshiringlar. Har qanday ahvolda Allohga yo'lininglar dedi. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. Ular aytdi: Allohga tavakkul qildik. Rabbimiz zolim qavmni bizga ziyonkashlik qilish imkoniyatiga ega qilmagan. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. Bizni rahmeting bilan zolim qavmdan qutuldirgin. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. Biz Musa bilan uning qarindishiga qavminglar uchun Misrda uylar yasanglar. Uylaringlarni namoz o'qiydigan joy qilinglar. Namoz o'qinglar. Mu'minlarga dushmanlari ustidan g'alaba qiladiganligi bilan xo'sh xabar beringlar deb vahiy qildik. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Musa aytdi: Ey Rabbimiz, kishilarni yo'lingdan ozdirishi uchun, ey Rabbimiz, Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga hayoti dunyoda zinnat buyumlarini, turlik mol-mulklarni berding. Rabbimiz, ularning mol-mulklarini yo'q qilgin. Ularning dillarini qattiq qilgin. Shuning bilan ular iymon etmay qattiq azobni ko'rsin. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Allah aytdi: İkinglarning duosi ijobat qilindi. Da'vatinglarni davomlashtiringlar. Nadonlarning yo'liga ergashmanglar. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Biz İsrail avladını denizden ötküzüp ettik. Ularni Fir'avn ve onun askerleri zulüm ve zo'ravonlik qilish yuzidan qo'g'ladi. Fir'avn g'arq bo'lgan vaqtda iymon etdimki, İsrail avlodi iymon etgan ilahdan g'ayri ilah yo'qdir. Men musulmonlardanman dedi. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Onunğa deyildi ki, hayatdan ümit üzgününgde emdi iman etamsan, ilgiri Allah'a asilik qilgan ve buzg'unchilardan bo'lgan eding. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Senden kiyinkilerge ibret boluşun üçün bugün senin cesetini qutqızımız. Yani senin cesetini denizden çıkarıp koyumuz. Nurgun kişiler şek şübhisiz ki bizden ayetlerimizden gafıldır. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Şübhisiz ki biz İsrail avladını ularning düşmanlarini halak qilgandan keyin yaxshi joyga o'rlashtirdik. Ularni shirin narsalar bilan rizqlantirdik. Ularga ilm, ya'ni Allohning hukmini ichiga olgan Tavrat kelgandan keyin ular din ishida ondan ixtilof qilishdi. Rabbing qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan narsalar ustida ularning orasida albatta hukm chiqardi. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ
لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Mubada sen sana biz nazil qılğan kitabdan şeklendiğin bolsan, sendin ilgiri kitap okuğanla, yani Tevrat bilen İncil nazil qılınğan Yahudiler ve Nasaralardan sorap bakın. Şübihisiz ki sana Rabbin tarafından hak Kur'an geldi. Sen hergiz şek qılğıçılardan bolmağın. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. Sen hergiz Allah'ın ayetlerini inkar qıyğıçılardan bolmağın. Undaq bolsan ziyan tatqıçılardan bolup qalısan. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. Şübihisiz ki Rabbinin la'netiga tegishlik bolğanlar iman etmaydi. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. Ulağa bütün mücizeler köstilgen takdirdimi, qattiq azapni kömegiçe iman etmaydi. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Halak bolğan şəhərlər ahaliler içində Yunus qavmidən başqasığa azabның alametini görüp, eytqan imanının paydası boğunu yox. Yunus qavmi iman etqanda, dünya hayatıda rəsva qılıdığan azabni ularning üstüdün kötürüb etdik. Ularni ma'lum vaqtgacha, yani əcili yetkenge qadar dünyadaki şeylerden bəhrəmən qıldık. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. Eğer Rabbin xalisa idi, elbette yeryüzüdeki kişilerinin hemmesi iman etatdı. Sen kişilerini mümin boluşqa mecburlamsan, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. her qandaq kişi faqat Allah'ın iradesi boğandıla ondan iman etidi. Allah'ın ayetleri üstüde fikir yürgüzmeydiganlarni Allah azapqa duçar qılıdı. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Eytqin ki, osmonlardaki ve zimindeki narsalarni kuzdinglar. Mücizeler ve agahlandırgıçılarning, yani payg'ambarlarning iman etmaydigan qavmga foydasi bo'lmaydi. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Ular faqat o'zlaridan burun o'tganlarga kelgan kunlarni, ya'ni azobning o'zlariga kelishini kutdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqin ki, sizlar zulmning oqibatini kutinglar. Menmi sizlar bilan birlikda haqiqatan sizlarning halok bo'lishinglarni kutguchiman. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Ondan keyin payg'ambarlarimizni, mu'minlarni azobdan qutqizdik. Mu'minlarni qutqizishga mushundaq mas'ul bo'lamiz.
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aytqin ki, ey insanlar, eğer sizler mening dinimden gumonlanadigan bo'lsanglar, sizlarning Allohni qo'yib cho'qinayotgan narsalaringlarga men cho'qinmayman. Lekin men sizlarni qabz ruh qiladigan Allohga ibodat qilaman. Men mu'minlardan bo'lishga buyurildim. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. Yana bana batıl dinlardan burulup doğru dinge yüzlengen müşriklardan bo'lmag'in. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Allah'ını koyup sana payda ziyan yetküzelmeydiğen narsalarga ibadet qilmag'in. Eğer ulağa ibadet qilsang, çoqum özünge zulüm salgıçılardan bo'lasan. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Eğer Allah sana birer ziyan zahmet yetkizishni irade qilsa, yalğız Allah'tan başka onu dab'i qilg'uchi bo'lmaydi. Eğer Allah sana birer yaxshilikni irade qilsa, Allah'ның fazlini qaytarg'uchi bo'lmaydi. Allah fazlini bandalaridan xohlagan odamga yetkizdi. Allah bandalarining gunohini eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribandır deyildi. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Aytqin ki, ey insanlar, sizlarga Rabbinglar tarafidan haq din keldi. Kimiki hidayet tapadigan, o'zining foydasi uchun hidayet tapgan bo'ladi. Kimiki ozadigan, o'zining ziyni uchun ozgan bo'ladi. Men sizlarga homi emasman. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sana nazil kılıngan vahiyge ergeçkin. Yani onunla özün amel kılıp başkalarına onu yetkizgin. Allah sen bilen ulanın arasında hüküm çıkargıca dinge davet kılış yoludaki muşakkatlarga sabır kılgın. Allah en hakkani hüküm çıkargıcıdır.